Xitoyning chekdan oshgan karantin tadbirlari Uyg'urlar hayotiga üstülab qiyinchilik tug'dirmoqda. Egilishicha, barliq idora organlarda, o'ltiraq rayonlarda birlik kirish chiqish eg'izi qoldirildi ekan. Barliq aholilarning uydan sirtqa chiqishi cheklanadi ekan. Xiloflik qiluvchilar tutib turildi ekan. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, bu kunlarda G'o'lji noyisining mazar, Do'ngmazar uchun yezlarda mahalliy kadrlari soqchilar bilan birlikda mahalliy tekshirish elib berib, qamal tuzumlarining amillashishini ko'zdan kechirmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi yuqumlanuvchilarning ko'pinchisi kasallik alomati bo'lmagan yuqumlanuvchilar ekan. Xitoydagi 5 cho'ng ommaviy shirkat o'zlarining bozorga selingan Amerika Akasiya birjasidan chekinishni planlaganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Xitoy umr sug'urta shirkati, Xitoy neft shirkati, Xitoy neft va ximiya sanoati shirkati, Xitoy alyumin shirkati va Sinopec Shanxay neft ximiya sanoati shirkati Amerika pay bozoridan chekindiganligini e'lon qildi. Xitoy aksiya nazoratchilik komiteti bu shirkatlarning savdo endisisining Amerika pay bozoridan chekinish planida muhim ta'sir bo'lganligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning Moskvada turishliq bosh elchisi Jang Xanxuy Ukraina krizisining asosli kuch-kurtkachisi deb atagan Amerikaning o'xshash taktikalarni ishlatib, Ukraina va Tayvandagi to'qinishga qudratqullik qilish bilan aybladi. Bosh elchi Rossiyaning TASS xabar agentligi qilgan so'zida Amerikaning Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotini kengaytirish va Moskvaning o'rniga Ukrainani Yevropa ittifoqi bilan moslashtirmoqchi bo'lgan kuchlarni qo'llash orqali Rossiyani bir bo'lonqa qistig'anligini aytdi. Jang Xitoy-Rossiya munosabatining tarixdagi eng yaxshi davrga qadam qo'yganligini ta'kidlab, ikki davlat munosabatining o'zaro ishonish, o'zaro ta'sir ko'rsatish va strategik ahamiyatga ega eng yuqori saviyani o'z ichiga olganligini bayon qildi. Neftni Rossiya orqali dunyo bozoriga tashiydigan Qozog'iston Rossiyaning taqash tahdidiga qarshi yangi bir turbi yo'li tepishtirishchanligining natijasida neftni Ozarbayjonning eng chong turbi yo'li orqali eksport qilishga tayyorlanmoqda. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Qozog'istonning xom neft eksporti dunyodagi ta'minlashning taxminan 1% ni egallaydi ekan. Kuniga 1.400.000 silindr atrofida ekan. Angliya hukumati misli ko'rilmagan yuqori temperatura va tuvan ho'l yig'in ko'rilgandan keyin e'lon qilingan bayonotida rasmiy qurg'oqchilik e'lon qildi. Suv krizisi sababidan fuqarolar bozorga to'plangan vaqtda potilkalik suv setishga cheklama qo'yildi. Angliyada eng oxirgi qurg'oqchilik 2018 yil yozda va ilgari 2011 yil yozda e'lon qilingan bo'lib, bu yil 7-oyda 1935 yildan buyon tunji qitim havo temperaturasi 40 selsiya gradusdan yuqori bo'lgan. Doiralar aloqasida bo'lishning hojati yo'qligini va zarur tadbirlarning qo'llanilganligini bayon qilib, kishilardan suv ishlatishda ehtiyot qilishni talab qildi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi 170-kuniga qadam qo'ygan bir vaqtda Ukraina rahbari Zelenskiy chet el axborotlarga Rossiyaga qarshi elib berilgan urush taktikasi haqida bayonot bergan hukumat amaldorlariga ogohlantirish berdi. Zelenskiy armiyaning urush taktikasining maxfiy bo'lishi kerakligini, matbuotlarga bu to'g'riliq so'zlashning aniq mas'uliyatsizlik ekanligini aytdi.